Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000-yili 1-oydan nashr qilgan roman Eli Dolqonlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 1-qism. 14-bob. 2. Tağning kuz havosi sovuq. Kech kirgansiri atrofni nam havo qoplamoqda edi. Charaslab yenayotgan o't cho'rdab o'ltirganlarga qizg'uch shuoli yepib, ularning yuzlarini nurlantiradi. Dadam ölüp ketkendan keyin, dedi Arash ismli Moğol yigit hikoyasini davomlashtirib. Uyda opam, men, singlim uchimiz qoldik. Kun o'tkazish texmo qiyinlashdi. Dadamning qarzi uchun Öker ambalning malchiligiga tutildim. Üstüveşimiz jul-jul kiyim, yeydig'inimiz xor burso'k edi. Tapqinimizni ambalning alqiniga to'kib, hech narsaning hovliqini ko'rmaydik. Kunimiz bozak bo'lish bilanla o'tmoqda edi. Singlim 16 yoshlarga kirib qolgan edi. Bahar kunlarining birida Öker ambalning uyiga chiqqan, ovchilikni yaxshi ko'radigan harbiy amaldorning ko'zi uning tushibdi. Asli bizning odatimizda cho'ng yoshli kishilarning kichik yoshli qizlarni elishiga yo'l qo'yilmaydi. Bir kuni harbiy amaldor uyimizga kishi kirgizib, "So'yinni menga bersin" debdi. Uyimizga elchi emas, xuddi bir baloyi ofat kelgandek bo'lib ketdik. Apam uning bu talabini qat'iy rad qildi. Harbiy amaldor chiroyliqcha bersa bersin, bo'lmasa ko'rgulikini ko'rsataman deb to'mir tirniqini bizga patirishga o'tdi. Apam bilan Suyinning ko'z yoshi qurmadi. Ko'z yoshiga zo'rlamoqdan boshqa nima chora bor? Bizning holimizni kim anglaydi? Kimga berib arz qilamiz? So'roqchilarning eng cho'ngi shuning o'zi tursa. Bechora singlim bir necha kungacha hech narsa yeyolmadi. Keçeleri uxlayolmaydi. Mubad uxlab qolsa, "Ana amaldor kelyapti. Apa, meni qutqizinglar" deb jo'ylib o'yinib ketadi. U qo'rayday qurib ketdi. Men tishimga tishlab, g'azablanib, azoblanib yurardim. Mana shundoq azobli kunlarning bir kechasi harbiy amaldorning bir necha odamlar kelib, qarshiligimizga qaramay Suyinni bulab ketdi. Men chang tozutib yurib ketgan bir top atliq bulanchlarga qarab, mushtlarimni tukkanimcha turib qoldim. Opam bo'lsa, ularning keyindan xili yergacha yugurib berib, "Suyin, jinim balam, Suyin" deb varqirab, hushdan ketib yiqildi. Yig'ildik, qaqshidik. Uningdan nerga o'talmadik. Biroq xuddi qanatidan ayrilgan qushdek singlimdan ayrilib qoldik. Kim o'z farzandini bo'rining changaliga tashlab berishni xohlaydi? Amaldor singlimni bulab ketgan kunning ertasi Suyinning o'lim xabari keldi. Beshimizga chiqilgan tushgandek dahshatlik bu xabar kichikkina kigiz uyimizni zilzila soldi. Texmi qayg'uliq kunimiz boshlandi. Opam esini yo'qotib, sunaylanib yetib qoldi. Suyin xo'rliq chidamay, vijdon azobida to'lg'inib, oxiri bir xoli fursatni tepibdi-da, taqqa qarab qochibdi. Ancha yiroq bo'lmagan egiz xada toshdan ustiga chiqib, qo'g'lab kelganlar yetib kelguncha, "Xo'sh apa, xo'sh aka, xo'sh urug' tuqqanlarim, xo'sh tog'larim" debdi-da o'zini cho'nqur hanga tashlabdi. 20 yoshlarga kirib qolgan qora qumchoq, xushxo'y, qosh ko'zlarini uchirib so'zlaydigan bu yigitning ko'ziga yig'i yamashgan edi. Uning yoshga to'lgan ko'ziga hikoya anglab o'ltirganlarmi, to'qayliqlarmi, tog'larmi g'uva ko'rindi. O'tni cho'rdab o'ltirganlar jiddiylashib, ko'zlaridan zumgarlikka, vahshiylikka, g'azab uchqunlarini chachiritib, jimjit bo'lishib ketgan. Quloqqa na atrofning vang-cho'ngi, na daryoning shavqini, na o'rmonlarning gurildashlari anglanmaydi. Faqat so'zlanayotgan hikoyaning davomini anglash taqozzosila hammani chulg'ib olgan edi. Arash kirpiklarida ilinib to'xtab qolgan 2 tamcha ochiq yoshni ertida qurg'an lavlarini yalab qo'yib, hikoyasini davomlashtirdi. Suyin uchun amaldordan intiqom olishdan ko'yga tushdim. Men yolg'iz bo'lg'achqa muvofiq payt tepish kerak edi. Opamning pilildab qolgan nursiz ko'zlari, tatargan lavlari meni intiqom olishga har kun, har soat undaydi. Intiqomni qandoq olman? Qayerda? Qandoq vaqtda? Mana mushu xiyollar meni qiynaydi. O'ltirsam, qopsam o'ylaydiganim intiqom olish. Kunlar o'tgan sari qalbimda qisos o'tlari lavildab, ko'zlarim burkutning ko'zdek yinib,
g'azablarim ko'ksimga patmay qoldi. Oxiri payt tepildi. Bir kuni u yolg'iz ovga chiqqanda beqiyotgan mollarimni tashlab qo'limga cho'qmoqni ilib uning kayniga tushdim. U etini bir qarg'ayna yiniga qo'yib, miltiqini batlab manganda mo'kib turgan yo'g'on, quchoq yetmaydigan qarg'ayna yindan chiqib, cho'qmoq bilan uning beshiga shundoq qattiq soldimki, amaldor voyjon deyishkim ulgurolmay necha yumlab berib, yiltizi bilan qo'mirilib tushgan yo'g'on bir qarg'ayning ostiga tiqildi-da, un-tinsizda bo'lib ketdi. Dedi o'ltirganlardan biri ixtiyorsizda. Yaraysan yigit, mana sen haqiqiy burkut ekansan, dedi yana biri uning do'lisiga qiqib. Hikoya anglayotganlarning turilgan qapoqlari, qatlangan manglaylari birdilla o'rniga kelib, yuzlari echilib ketgan edi. Qarovullikdan almishib, Arashning dardli qissasini anglashga ulgurgan Nadam ulug' kichik tindida ko'zlarini bir nuqtaga tikib, nimalarnidir o'ylab turib qoldi. Arash mana endi hikoyasining davomini o'zining chiroyi ichilgan holda oldirmasdan tamkinlik bilan so'zlashga kirishdi. Amaldorning nerga qanqib tushgan miltiqi bilan o'qdonlarini chaqqonlik bilan oldimda, nerraqda o'tlab turgan kumush egar to'qimliq dangliq ko'k etini minib, tog' ichkarisiga qochib kirib ketdim. Mana shuningdan boshlab mening tog'lar orasidagi yolg'iz hayotim boshlandi. Men amaldorni o'ldi deb o'ylagan edim. Biroq u o'lmagan ekan. Bir oydan keyin saqiyib, bir necha qurolliq chiriklarni boshlab chiqib meni izlabdi. Hamma yerni aqtiribdi. Chiriklar tog' ichkarisiga kirishdan qo'rqibdi. Kirgan bo'lsa, yolg'iz bo'lsam-mu oxirigacha ilishgan bo'lardim. Biroq eshakka kuching yetmasa ur to'qimini degandek, chiriklar opamni o'g'lingni top deb harg'icha uribdi. Momo yog'ochga bog'lab qo'yibdi. Lekin opamdan hech javob ola olmabdi. Opammo mening nega ketganligimni albatta bilmaydi. Men tog' ichkarisida bo'lganim bilan hamma xabarlarni anglab turardim. Chunki kambag'allar menga ko'z quloq bo'lib turdi. Tog' orasida yolg'izdan yolg'iz 5 oylik hayotim o'tdi. Bu jarayonda men xili ustamargan bo'lib qoldim. Ovchilik qilib atgan narsalarimni yeb, terilarini yotgan ko'rib qilib kun o'tkazdim. Biroq yolg'izlik jinimga tegdi. Opamning kuni nima bo'layotgandu deb o'ylaydim. Uning ustiga o'q dorilarimmi, ozuqliqimmi tugidi. Endi qiltaq qo'yishga o'tdim. Qo'rsoq beqishmi nihoyatda ta'sga tushadigan bo'ldi. Kunlab och qoladigan chog'lar bo'lib turardi. Mana shundoq kunlarning birida Gomindanga qarshi iniqlabchilarning Nilqi tog'larida harakat qilayotganlik xabarini anglab qoldim. Iniqlabchilarga qo'shilib ketay degan o'yga keldimda, otlanib yo'lga ravon bo'ldim. Ko'k ot meni qanchilgan damonlardan o'tkazib, mana bu yerga akilib tashladi. Mushu miltiq harbiy amaldordan o'ljalgan miltiq. Arash hikoyasini tugutib, daraxtga yo'laklik turgan miltiqini qo'lga oldi. Hammasi miltiqni qo'ldan qo'lga elishib, yana bir qur ko'rishib chiqdi. Hikoya Nadamga hammadan qattiq ta'sir qildi. Arashning singlisi, Nadamning akasi, yana birlarining hadisi, inisi, eng aziz odamlari ana shundoq bemahal nobud bo'ldi. Ko'ngildagi bu dog'larni mushu miltiq bilan yuyivetkili bo'larmi? Tun qora pardasini asta-asta yaymoqda. Tog'lar qarayib ko'rinmoqda. Daryoning shavqini barg'ansari texmi qattiq anglanmoqda. Chilaklarda qaynayotgan kala go'shi sho'rpisining mazalik purqi atrofga tarqalmoqda edi. Mana endi partizanlar badashqanni qurib o'ltirib, yumshoq pishgan go'shni mazza qilib yegach, Botir G'ozi bilan Isoqning hikoyasini anglashga boshladi. Botir G'ozi bilan Isoqning sarguzashtlari, taqdirlari o'xshab ketadi. Ikkisi gimnaziyadan tutilib ketgandan keyin turmada bir kamerda yotdi. Turmada yotganlarning quliqi uzun bo'ldi. 4 tomning ichida turib, sirtda bo'layotgan ahvollarni vaqti-vaqtida uqib, kamerdan kamerga yetkazishib turdi. Qaysi kamerdan kimni so'roqqa chiqqanligini, uning so'roqdan qandoq qaytganligini, o'zi mingib chiqyotamdu yoki tayoq yeb uysiz qilinib so'rab ilib chiqilyapamdu, buni qaytquchining mingishidan va boshqa ahvollardan bilib turdi. Qaysi kamerda kimlar yotidi, kimlar boshqa yerlarga yo'tkaldi, qaysi kamerga yana kimlar yangidan solandi, mana bularni uqib turdi.
Shundaqla turma xizmatchilarining qadamining sonidan ularning qaysi kamerning oldida to'xtaganligi va kamerga kirmaganligini, pozitsiyasining qandoq bo'layotganligini besh qo'ldak aniq bilib turdi. Isoq bilan Botir G'ozi turmaga kirgandan keyin bir necha qitim so'roq qilindi. Ularning savoli: qandoq tashviqot anglading? Kimlarga tashviq qilding? 6 o'g'ri bilan nima munosabating bor deganlar edi. O'limni kutib yotamdiq, dedi Isoq Botir G'oziga qarab. Botir G'ozi jaynikini yerga terab, beshini olqiniga qo'yib yenicha yotadi. Qachayli, dedi Botir G'ozi uning savolining tegiga yetib. Qandoq qachimiz? Uni o'ylashimiz. Kamerlarning egizligi 3 metr atrofida bo'lib, tomlari qalin, usti bo'ra chanzlik edi. Kamerning kayni timining yuqoriroq tarafida aslida bir kichik panjara bor edi. Keyinroq bu panjaralarni buzib, turmada yotganlardan bir nechasi qochib ketgandan keyin panjaraning o'rnini yo'tkidi. Avvalgi o'rinni etib tashlab, o'gizidan panjara ochdi va o'giziga panjaralarni kuzatadigan qarovul qo'ydi. Shuning bilan bir mezgil qechish to'xtab qolgan edi. Botir G'ozi bilan Isoq qechish o'rnini mushu panjara bo'ladi deb qarorlashtirdi. Xo'sh, panjaraga qandoq chiqish kerak? Men sening murangga desab o'ri turman, dedi Isoq yukinib o'ltirib. Sen asta-asta o'ri tursan. Buni bir necha qatam mashq qilamiz. Shu chaqda mening qo'lim panjaraning ostidagi ana avo chanzlarga yetidi. Men chanzlarga esilib turgandan keyin sen ikki qo'ling bilan putimni yuqori ko'tarasan. Men texim egiz ko'tarilib chiqib, chanzlarning ustiga chiqib olaman. U yerga chiqib olgandan keyin ish oson. Botir G'ozi Isoqning bu qechish usulidan qanoat hosil qilib, ko'k ko'zlarini panjaraga tikkanicha. Bo'ladi, muhimi qarovul uxlab qolgan chaq bo'lish kerak, dedi. Albatta, bu muhim payt. Shuningdan keyin Isoq bilan Botir G'ozi bir necha kungacha turmadan qechish mashqi o'tkazdi. O'gizining ustini qarsildatib, bu yoqdan bu yoqqa mangadigan ovoz bir kechasi to'xtab qoldi. Ular o'ra turishib, panjaraga qarab uzoq tingishidi. Uxlab qolganmidi yoki o'ltiramdigandi, dedi Isoq panjaradan ko'zini olmay. Agar o'ltirganlar bo'lsa, dedi Botir G'ozi o'ylab, u albatta uxlab qolishi mumkin. Ular yana bir hazog'icha tingshab turdi. Hech qanday tevish anglanmagandan keyin Isoq: "Men chiqib boqay", dedi. Ondan Botir G'ozining baslik gavdasini dastlab panjaraga chiqdi-da, chanzini mahkam besib turib, quliqini aynakka yoqdi. Qorong'u kecha jimjit bo'lib, hech qanday tevish anglanmaydi. U tövanga bo'ynini so'zib turib, past ovoz bilan: "Jimjit", dedi. Botir G'ozi darhalla: "Ol", dedi. İkkisi tünigün qarovul almışış paytidan foydalanib, panjaraning aynakini chiqarib, yana o'rniga silib qo'ygan edi. Isoq ramdan aynakni avaylab oldi-da, Botir G'oziga ingishib turib sunib berdi. Shuning bilan ochiq ko'znakdan beshini chiqarib qaradi. Qarovul haqiqatan miltiqini tiziga qo'yib, pushildab uxlab qolgan edi. Botir G'ozi panjaraning ostiga o'rin ko'rpalarni qatlab tizib, egizlik yasidi. Belbog'laridan, ko'nglik shimlaridan eshilib tayyorlab qo'yilgan 2 metr chamasidagi arqonni Isoqqa otdi va arqonga esilib yamishib yuqoriga chiqdi. Ular ehtiyot bilan bir-birlab ko'znakdan o'giziga chiqdi. Botir G'ozi qadamlarini avaylab besib, qarovulning kayniga o'tdi. Isoq oldiga keldi. Kecha qorong'u, hamma yoq jimjit. Jinoza yultuzi sangilab turganiga qaraganda vaqt yarim kechaga yaqinlab qolgan edi. Bugun nemishqidir ansizlik bilan huvulaydigan ishlarning ovozlari, ko'mirga mang'an harvakashlarning so'zib aytadigan mungluq naqshlari anglanmaydi. Faqat jini tenidan juda bo'lishqa ozliq qolgan qarovulning pushildigan ovozlar oshkora anglanib turadi. Isoq ikki barmoqini qisqut shaklda keltirib, beshini sangiltib Botir G'oziga ishora qildi. Botir G'ozi kuchlik qo'llarini qarovulning kekirtiga amburdek silib qattiq qisdi. Qarovul g'iq qilib qoldi-da, jon ochiqida putlarini tipirlatib, o'giziga urishqa boshladi. Isoq uning putlarini tezlik bilan mahkam besib turib oldi. Hayol qolmay
qarovul jonsiz gavdiga aylanib, suvni aylanib yetib qoldi. Ular miltiqni elib, o'gizdan serilib tushdi-da, shu an ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tar ko'chalar va etiz yo'llari bilan mengib, subhi ko'tarilganda 3-10 yezdi atrofiga kelib yetdi. Ular o'ngga burilib, 3-10 atrofidagi qo'yuq qo'mishliq ichiga kirib ketdi va qorong'u tushib, el oyg'i bislaganda yana yo'lga chiqdi. Tang suzilganda sub tayga keldi. Bizning sabdishimiz Rayhon shu turmada qoldi, dedi Botir G'ozi hikoyasini oxirlashtirib. Hayotmi yoki armon bilan mangulikka ko'z yumdimi? Bu tarafi bizga qorong'u, ajoyib qiz edi. Est. Heliqi o'quvchilarni uyushqa chaqirib nutq so'zlagan qiz shumidi? dedi ting'ishuvchilarning biri. Naqshu, u qiz bo'lgan bilan 10 o'g'ilga bergusiz edi, dedi Isoq. Biz dastlabda o'quvchilarni tutqun qilishga boshlaganda qizning yig'ilganligiga qarab qo'rqinchoqmikin deb o'ylabmi qopdiq. Lekin u g'azabiga paylamay yig'ilgan ekan. Uning so'zini yosh bir partizan quvvatladi. Kishi qattiq g'azablansa-mu haqiqatan yig'ilib o'tadi. Mana shundoq nurg'un jigarlik savoqdoshlarimiz turmada. Nilqin alsaq, shaharga tezroq hujum qilib kirsak, shularni ozod qilsak, bu nima degan ulug' ish bo'lgan bo'ladi, ha? Agar hayotla bo'lsa, balki Rayhon bilan turmada uchrashmoq qolarmiz, dedi Botir G'ozi hayajonlanib. U Rayhonning taqdirining nima bo'lganligini o'ylab, hasrat bilan ulug' kichik tindi. Tengishuvchilarning hammasila qizning turmaga tushib qolganligiga ichindi, o'rtandi. Lekin ularning ko'z oldida Rayhonning jonliq obrazi gavdlanmagan edi. Faqat nodamlar bu qizni bilatdi. Shunga u boshqalarga qaraganda texmu qattiq ichindi va o'z-o'ziga pichirildi. Rayhon haqiqatan esli qiz ekan. U qo'rqinchoq, xushomatchi ashu varisjonga ko'ngil berganmidi? Men umrimda undoq mardona, undoq vijdonli qizni ko'rmagan. Varisjon o'g'il bola turib, ofitserga qattiqroq ikki og'iz gap qila olmay, uningga yolvorib xushomat qilganda, Rayhon qiz jinida uning yo'lsizliklariga chidab tura olmay, qo'rqimsizlik bilan bir kacha soldi. Ajoyib mardonalik qildi. Atrofda qarab turgan odamlar uning mardligiga opirin etishib ketdi. Munchlik vijdonli qizlarimizmi bor ekan-ku deyishdi. Agar u rostilla varisjonga ko'ngil bergan bo'lsa, zoya ketmamdi. Yo'q, u ko'ngil bermaydi. Hargiz ko'ngil bermaydi. Varisjondan yerginayotganligi bilinib turmamdi. Men aniq bayqidim. Nodamning chiroyida qizga qoyil bo'lib, urg'ib chiqqan rozimanlik uchqundidi. Uning ko'z oldidan qizning go'zal chiroyi, go'mindan ofitserni urg'ini, o'zini uyga taklif qilib, qo'lidan tortqini, Ahtamboy nodamni jimliganda boydan norozi bo'lg'ini bir-birlab o'tdi. Ularning hikoyasi shu yerga kelganda tog' keyindan xuddi kulimsirgandek to'lin oy chiqib keldi va uning kumush nurlari atrofga yeyildi. To'lin oy nurida daryo aynakdek parqirab, to'lqin urib shavqinlamoqda edi. Tog' shamili yuzlarni yelpib o'tadi. Daryo yoqsining kechki go'zalligi partizanlar qalbida jangovar tuyg'ularni uyg'otib, ularni ruhlantiradi, hayajonlantiradi. Ular hikoyalarni tugutib, o'rinlardan qo'zg'alganda kapida chirog'ning gunga yo'riqida o'ltirgan Nizomiddinning texicha ishi tugmagan edi. U ata echiladigan o'tir atrat komandirlarining yig'iniga qo'yiladigan atratlarni qayta o'zgartib tashkil qilish plani bilan atrat komandirlarining ismligi ustida ishlayotdi. Davomi bor.